中方决定依据中国反外国制裁法进行对等反制，从即日起，对美国国际宗教自由委员会主席马恩扎、副主席特克尔、委员巴尔加瓦、委员卡尔实施相应反制。 Xitay hökuməti 21 dekabr Amerikanın dini erkinlik işlərinə məsul 4 nəfər əməldarıga embargo qoyğanlığını elan qılğan. Bu Xitay hökumətinin Amerikanın bunundan 2 həftə avval Xitayning Uyğurlarını bastırışı qarta yürgüzgən embargosuga qarşı öç eliş xarakterlik jaza tədbiri ekan. Amerika hökuməti bunundan 2 həftə ilgiri Uyğur Avtonom rayonunun muvaqqat rəisi Erkin Tunyaz, sabiq rəisi Şöhrət Zakir, Xitay Mərkəzi Şinjan xizməti rəhbərlik işxanasının muavin direktori Xo Lianxini öz içiga alğan 4 nəfər Xitay əməldarıga embargo qoyğan idi. Amerika Maliya Ministerliyi ularning vazifadagi mezgilda Şinjandagi Uyğurlarni asos qilgan 1 milliondan ortiq musulmon etnik asalliq millat a'zolarini tutqun qilish qilmishida mas'uliyati borligini bildirgan edi. Biroq Beijing doiralari 21 dekabr kuni Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi, muavin raisi va 2 nəfər komissariga embargo qo'yganligini e'lon qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijianning muxbirlarga aytishicha, Amerika diniy erkinlik komitetining raisi Nadine Mianza, muavin raisi Nuri Turkel va komissarlardan Anurima Bargava, James Carr qatorliqlarning Xitoy cho'ng quruqligi, Hong Kong, Makauga kirishi cheklanib, ularning Xitoydagi mol-mulki to'ng'ildiriladigan. Ularning Xitoy fuqarolari ham shirkatlari bilan savdo qilishi ma'ni qilinadigan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti partiyalar hal qilgan mustaqil diniy erkinlikni ko'zatish organi bo'lib, ular Amerika Davlat Majlisi va hukumatiga maslahat berish, ularning siyosat tuzishiga yordam berish organidir. Kuzatuvchilarning aytishicha, Xitoyning Amerikadagi ma'muriy funksiyasi bo'lmagan bu organni nishon qilishi hech qanday amaliy ahamiyati bo'lmagan bir simvollik o'chilish urinishi ekan. Bu Xitoyning Xalqaro diniy erkinlik komitetini tunji qitim nishonga ilish emas. Xitoy bu yil 5-oyda mazkur komitetning sobiq komissari Johnny Moore'ga embargo qo'ygan. Bu komitet Amerika hukumatining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirishlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitishi, Davlat Majlisining Uyg'urlarga aloqador qonunlarni chiqarishi, Xitoy amaldorlarini javobgarlikka tortishini qo'llab kelgan edi.